4 noyabr boshlanadigan Germaniya bosh ministri Olaf Scholzning Xitoy ziyarati keskin talash tortishlarni qo'zg'ayotgan bir chaqda Dünya Uyg'ur qurultayining 1 noyabr Berlinda o'tkazilgan Xitoy tahdidi Germaniya hukumati Xitoy strategiyasini qanday isloh qilish kerak nomli muxbirlarni kutilish yig'inida Scholzning Xitoy ziyoratini amaldan qoldirishni talab qilishi Germaniya matbuotlarida zo'r g'ulg'ulaga sabab bo'ldi. Dolqin Aysa muxbirlarni kutilish yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy kengashi Xitoy amaldorlarining Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni qattiq ayblayotgan bir chaqda Olaf Scholz millionlagan insonning azob oqibatlariga beparvo holda Xitoy raisi Xi Jinpingga hurmat bildirish yo'lini tanladi dedi. Gollandiya hukumati buyruq tushirib, Amsterdam va Rotterdam shaharlaridagi Xitoy saqchi punktini taqashni buyurgan. Ma'lum bo'lishicha, bu saqchi punktlari 2018 yildan boshlab o'z xizmatlarini davom qildirib kelmoqda ekan. Gollandiya tashqi ishlar ministri Hopke Hoekstra bu haqda o'zining Twitter betida uchur yo'llab, bu xildagi saqchi punkti qurilishida Gollandiya hukumatining ijozati ilinmaganligi uchun biz Xitoy elchixonasiga bularni tezdan taqash to'g'risida buyruq tushirdik degan. Xitoy hukumatining bu xil saqchi punktlari ta'sis qilib, bu joylarda Xitoy davlati uchun ish bajarishi xalqaro qonunlarga xilof qilmish hisoblanadi ekan. Xitoy bilan Pokiston o'rtasida Xitoy pulida chegara halqagan pul yetkazishni o'rinlashtirish to'g'risida hamkorlik kelishimi imzolandi. Egilishicha, ikki davlatning markaziy banklari o'rtasidagi kelishim Pokiston bosh ministri Shahbaz Sharifning Beijing ziyorati jarayonida imzolangan. Amerika parlamenti Xitoyning TikTok detaliga qarshi harakatga o'tdi. Uzundan buyon TikTokning abonentlarining shaxsiy maxfiyatligi, xato uchur va bolalar bexatarligi qatorliq nurg'un xalqaro temalarga xiloflik qilganligi sababli bu spini cheklash ustida izlanayotgan Amerika bu masalani parlamentga olib keldi. Kengash palata a'zolari TikTokning bexatarlik xavfi olib kelishdan ansirab, tadbir qo'llanishni talab qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Ned Price Turkiyaning Rossiyani Qora dengiz ochliq tashabbusi kelishimga qaytarib kelishdagi roliga ahamiyat berdi. Kundalik muxbirlarning kutilish yig'inida savollarga javob bergan Price, Rossiyaning Ukraina ochliq va ochliq mahsulotlarini dunyoga eksport qilishiga qulaylik yaratib bergan Birlashma Qora dengiz ochliq tashabbus kelishimiga qaytib kelganligidan mamnun ekanligini bildirdi.